Amir Temur vafotidan so'ng uning ulkan saltanati asta-sekin zaiflashib bordi. 15-asr o'rtalariga kelib, Temur avlodidan bo'lgan mirzolar markazdan ajralib chiqqan hududlarda mustaqil kichik davlatlar tuza boshladilar. Ulardan biri Abu Said Mirzoning o'g'li Umar Shayx Mirzo edi. U Farg'onada hokimlik qilar, o'z hukmdorligini mustahkamlash uchun tinimsiz kurash olib borardi. Biroq u akalari va raqiblari bilan kurashlar davom etayotgan bir paytda baxtsiz hodisa tufayli vafot etdi. 1494-yilda uning o'rniga atiga 12 yoshli o'g'li Zahiriddin Muhammad Bobur taxtga o'tirdi. O'sha kichkina shahzoda nafaqat turk va islom tarixining, balki butun jahon tarixining eng qiziqarli, sarguzashtlarga boy va unutilmas hukmdorlardan biriga aylanishini o'shanda hech kim tasavvur qila olmas edi. Boburni boshqa hukmdorlardan ajralib turadigan eng muhim jihatlardan biri shundaki, u bugungi kun insoniga nihoyatda ham yaqin. Ammo bundan 500 yil avval yashagan inson bizga qanday qilib bunchalik yaqin bo'lishi mumkin? Chunki Bobur shunchaki hukmdor emas edi. U toj va taxtdan tashqari sayyoh, tadqiqotchi, sarguzasht izlovchi, jangchi, sofiy, islohotchi, oshiq, shoir va mutafakkir ham edi. Eng muhimi, u o'z g'azallarida mag'lubiyatlari, g'alabalari, vatanga sog'inchi, surgunlari, qochqinlik yillari, quvonchlari, e'tiqodi va hatto shaxsiy zaifliklarini ham nihoyatda samimiy tarzda qog'ozga tushirdi. Ko'plab hukmdorlar sirli va yopiqligicha qolgan bo'lsa, Bobur go'yo mana men qanday insonman, meni o'rganing degandek o'z qalbini ochib bergan edi. 12 yoshida Farg'ona hukmdoriga aylangan Bobur ota tomondan Amir Temurning 5-avlodi, ona tomondan esa Chingizxonning 13-avlodi edi. Taxtga o'tirgan ilk yillaridayoq u amakilari Ahmad va Mahmudning hujumlarini muvaffaqiyatli qaytardi. Farg'ona tog'lari bilan o'ralgan serhosil o'lka edi, ammo uning hududi kichik bo'lib, yaxshi boshqarilgan taqdirda bor yo'g'i 4-5 ming nafar qurollangan otliqni ta'minlay olardi. Bobur buni yaxshi bilardi. Shuning uchun uning nigohi bobosi Amir Temurning poytaxti Samarqandga qaratilgan edi. Yosh hukmdor dastlabki muvaffaqiyatlari ortidan orttirgan obro'sidan foydalanib, Samarqandni egallashga qaror qildi. 1496-yilda u amakivachchasi Boysungur qo'lidagi Samarqandni qamal qildi. Ammo uzoq davom etgan qamal natija bermadi va Bobur keyingi mavsumda yana qaytish niyatida chekinishga majbur bo'ldi. 1497-yil bahorida esa u Buxoro va Hisor hukmdorlari bo'lgan boshqa qarindoshlari bilan ittifoq tuzib, Samarqandni ikkinchi bor qamal qildi. Bu safar Boysungur jiddiy qarshilik ko'rsata olmadi va shaharni tark etdi. Shu tariqa Bobur ajdodlari poytaxti Samarqandni qo'lga kiritdi. Ammo bu g'alaba kutilganidek bo'lmadi. Tinimsiz urushlar tufayli Samarqand avvalgi shon shuhratini yo'qotgan, shaharlar esa deyarli vayronaga aylangan edi. O'sha davr askarlari bugungi tushunchadagi vatan uchun emas, asosan qo'mondonning nufuzi, g'alaba va o'ljalar uchun jang qilardilar. Endigina 15 yoshga to'lgan Bobur iste'dodli edi. Biroq xazinasi bo'sh edi. Shaharda talon-taroj qilingan boylik ham, askarlarga ulashiladigan mablag' ham topilmadi. Natijada uning qo'shini asta-sekin tarqala boshladi. Ammo Boburning muammolari bu bilan tugamadi. U Samarqand yurishga ketgan paytda Farg'ona deyarli himoyasiz qolgan edi. Bundan foydalangan akasi Jahongir oq qo'yinlilar yordamida hokimiyatni qo'lga oldi. Bu xabarni eshitgan Bobur oz sonli askari bilan darhol Farg'ona sari yo'l oldi. Bobur Farg'onaga qaytishga shoshildi, ammo u yo'lga chiqqan zahoti Samarqand yana himoyasiz qoldi. Bundan foydalangan Buxorodagi amakivachchasi shaharga kirib, uni egallab oldi. Shu tariqa Bobur na Samarqandga, na Farg'onaga ega bo'la oldi. U birdaniga ikkala mulkidan ham ayrilgan yurtsiz hukmdorga aylandi. Bu og'ir damlarni Boburning o'zi quyidagi so'zlar bilan tasvirlaydi. Ojizligim sabab goh bu yerga, goh u yerga soyadek sarson bo'ldim. Agar suyanadigan devor topa olmasam, butunlay qulab tushaman. Shunga qaramay Bobur taslim bo'lmadi. U yana atrofiga lashkar to'play boshladi. 1498-yilda ukasi Jahongirni bo'ysundirib, katta qiyinchiliklar evaziga Andijonni qayta egalladi va yana Farg'ona hukmdoriga aylandi. Ammo aynan shu paytda Turkiston tarixida yangi va qudratli bir kuch maydonga chiqayotgan edi. Bu kuch Shayboniy xon edi.
Boburning tog'asi Chig'atoy xoni Mahmudxon qo'mondonlaridan biri sanalgan Shayboniyxon o'sha yillarda Yassi atrofida qishlab yurardi. Uning qo'l ostidagi ko'chmanchi o'zbek qabilalari nihoyatda harakatchan bo'lib, yangi yaylovlar va yurtlarni egallash ishtiyoqi bilan yashardi. Aynan shu shijoat tufayli minglab ko'chmanchilar Shayboniyxon bayrog'i ostida Movaron Nahr sari oqib kela boshladi. Ko'p o'tmay Shayboniyxon Buxoro va Samarqandni egallab, tarixda Shayboniylar yoki O'zbek xonligi nomi bilan mashhur bo'lgan davlatga asos soldi. Bobur esa ajdodlari yurtini qo'ldan boy berishni istamadi. Shayboniyxon shaharda yo'qligidan foydalanib, u kutilmaganda hujum uyushtirdi va Samarqandni yana egallab oldi. Bu xabarni eshitgan Shayboniyxon zudlik bilan Buxoroda qo'shin to'plab Boburga qarshi yurish boshladi. 1501-yilga kelib, Temuriylar va Shayboniylar qo'shinlari yuzma-yuz to'qnashdi. Ko'chmanchi uslubida jang qilgan o'zbek lashkarlariga qarshi Bobur qo'shini munosib qarshilik ko'rsata olmadi va og'ir mag'lubiyatga uchradi. Shundan so'ng Samarqand yana qamal qilindi. 4 oy davom etgan dahshatli qamal ortida Bobur zo'rg'a jon saqlab shahardan chiqib ketishga muvaffaq bo'ldi. Ammo u Farg'onaga ham qayta olmadi. Chunki Ahmad Tanbal ismli amir qo'zg'olon ko'tarib u yerdagi hokimiyatni egallab olgan edi. Shu tariqa Bobur yana bir bor yurtsiz hukmdorga aylandi. Bu safar u tog'asi Mahmudxon huzuriga boshpana izlab bordi. G'arbiy va sharqiy Chig'atoy xonlari Shayboniylarning tobora kuchayib borayotganidan jiddiy xavotirda edilar. Shu sababli ular bir tomonda Ahmad Tanbalni jazolash, ikkinchi tomondan esa Farg'onada o'z ta'sirini tiklash maqsadida jiyani Boburni ham yonlariga olib, 15 ming kishilik qo'shin bilan yurishga otlandilar. Bobur tog'alari unga to'liq ishonmasligini yaxshi bilardi. Ammo boshqa chorasi bo'lmagani uchun bu yurishda qatnashishga rozi bo'ldi. Qo'shin Farg'onaning shimolini egallab, janub tomon siljayotgan paytda Shayboniyxon 30 ming askari bilan yetib keldi va Chig'atoy qo'shinini orqa tomondan qurshab oldi. Hal qiluvchi jang natijasida ikkala xon ham asirga olindi. Bobur esa oz sonli hamrohlari bilan janubdagi tog'larga qochishga majbur bo'ldi. U qariyb 200 nafar turk va mo'g'ul jangchisi bilan qorli dovonlarni kezdi. Ularning tunashga hatto bitta chodiri ham yo'q edi. Oldinda esa Boburning hayotini eng og'ir sinovlari kutayotgan edi. Boburning yagona umidi Hisor hokimi Xusravshohning mehmondo'stligi edi. Ammo Xusravshoh uni kutilganidek iliq kutib olmadi. Aksincha Boburga nisbatan sovuqqon munosabatda bo'ldi. Aynan shu davrda Xuroson hukmdori Husayn Boyqaro Xusravshoh va Boburga ittifoq tuzish taklifi bilan maktub yubordi. Buni sezgan Shayboniyxon esa bo'lajak ittifoqni barbod etish maqsadida Farg'ona, Hisor va Balx atrofidagi butun hududlarni birin-ketin egallay boshladi. Kutilmaganda Xusravshohning tarqalib ketgan askarlarining katta qismi Bobur xizmatiga o'tdi. Bu Boburga yana umid bag'ishladi. Biroq u o'zining asosiy raqibi bo'lgan o'zbeklarga qarshi hali kurasha olmasligini tushunardi. Shuning uchun u janub sari Hindukush tog'lari tomon yo'l oldi. Uning maqsadi Qobulga yetib borish edi. Bir vaqtlar Qobul va uning atrofidagi yerlar Boburning tog'asi Ulug'bek Mirzo tasarrufida bo'lgan. U vafot etgach, uning amirlaridan biri Muqimbek Mirzoning qiziga uylanib, bu hududda hokimiyatini qo'lga olgan edi. 1504-yilda Bobur urushsiz harakat qilib, Muqimbekni chekinishga majbur qildi va o'z sulolasiga tegishli bo'lgan Qobulni qayta egalladi. Shu tariqa u yana bir bor o'z yurtiga ega hukmdorga aylandi. Ammo bu orada voqealar jadal rivojlanayotgan edi. Shayboniylar barpo etgan Buxoro xonligining navbatdagi nishoni Xuroson bo'ldi. 1506-yilda Shayboniyxon ulkan qo'shin bilan Hirot tomon yurishni boshladi. Temuriy hukmdor Husayn Boyqaro ham yurtini himoya qilish uchun o'z qo'shinini safarbar etdi. Ammo urush Temuriylar uchun fojia bilan yakunlandi. Husayn Boyqaro vafot etdi. Oradan ko'p o'tmay esa 1507-yilda Shayboniylar butun Xurosonni, hatto endi Turkistonda Temur sulolasidan amalda faqat Bobur va uning yaqinidagilar qolgan edi. Aynan shu yillarda Eronda yana bir qudratli hukmdor tarix sahnasiga chiqayotgan edi. Bu Shoh Ismoil Xatoyi edi. U shialikni nafaqat Eronda, balki Xuroson, Movaron Nahr va Anadoluga ham yoyishni maqsad qilgan edi. Sharqda o'zbeklar bilan yuzma-yuz kelgan chegara to'qnashuvlari tobora kuchayib borardi. Shoh Ismoil g'arb va sharqqa birdek kengayishni istar, Shayboniyxon esa sunniy dunyoning himoyachisi sifatida maydonga chiqdi.
Natijada ikki davlat o'rtasidagi qarama-qarshilik oddiy siyosiy kurashdan diniy tus olgan katta urushga aylandi. Hatto Shayboniyxon o'z askarlariga yashil salla kiydirib, ularni Shoh Ismoilning qizil boshli lashkarlaridan ajratib turardi. Nihoyat 1510-yilda Marv yaqinida hal qiluvchi jang bo'lib o'tdi. Bu safar g'alaba Shoh Ismoil tomonida bo'ldi. Rivoyatlarga ko'ra, u Shayboniyxonning bosh suyagini oltin bilan qoplatib, undan g'alaba qadahini yasatgan. Shayboniyxonning o'limidan so'ng Shoh Ismoil Bobur bilan yaqinlashdi. Uning maqsadi Qobul sultoni Bobur orqali Xuroson va Movarounnahrda o'z ta'sirini kuchaytirish edi. Amaliy fikrlaydigan Bobur esa Shoh Ismoil yordamisiz ajdodlarining yurtini qaytarib olish qiyinligini yaxshi anglar edi. Shu sababli u darhol qo'shin tortib Hisorni egalladi va Shoh Ismoilning oliy hokimiyatini tan olishini bildirdi. Bunga javoban Shoh Ismoil Boburga katta qo'shin yubordi. Bobur ham bu ittifoq belgisi sifatida qizil salla kiyib, Safaviylar qo'shini bilan birgalikda yana Movarounnahr tomon yurish boshladi. Safaviylar qo'shini ortidan kelayotgan Bobur ajdodlari yurti tomon yurishni davom ettirdi. Safaviy va Temuriy qo'shinlari qisqa vaqt ichida o'zbeklarni mag'lubiyatga uchratib, 1511-yilda Samarqand, Buxoro va yana bir qator shaharlarni qayta egalladilar. Shu tariqa Bobur Safaviylarga qaram hukmdor bo'lsa-da, yana Amir Temur merosiga hukmronlik qila boshladi. Dastlab xalq o'zining qonuniy Temuriy hukmdorini katta xursandchilik bilan kutib oldi. Ammo bu quvonch uzoqqa cho'zilmadi. Safaviylar olib kirgan yangi diniy siyosat tufayli butun norozilik birdan Boburga qaratildi. Xalq uni endi avvalgidek qo'llab-quvvatlamas, hatto undan yuz o'gira boshladi. Shiyalik Xuroson va Movarounnahr aholisiga Anadoludek tez yoyilmadi. Turli hududlarda qo'zg'olonlar boshlandi. Ayni paytda Safaviy amirlari ham o'zbek beklari bilan tinimsiz urush olib borar, Movarounnahr tobora tartibsiz girdobga tushib borardi. Xuddi shu davrda g'arbda yana bir buyuk voqea yuz berayotgan edi. Usmonli sultoni Yavuz sulton Selim Istanbuldan ulkan qo'shin bilan safarga otlandi. 1514-yilda Chaldiran dashtida Shoh Ismoil Xatoyi va Yavuz sulton Selim qo'shinlari tarixdagi eng mashhur janglardan birida to'qnashdi. Bu safar ustunlik zamonaviy qurollar va harbiy artilleriyaga ega bo'lgan Usmoniylar tomonida edi. Safaviylar og'ir mag'lubiyatga uchradi. Natijada ularning ta'sir doirasi keskin qisqarib ketdi. Bu esa avvaldan Usmonlilar bilan yaqin munosabatda bo'lgan o'zbeklarga katta ustunlik berdi. Safaviylar endi Boburni avvalgidek qo'llab-quvvatlay olmasdi. Buni anglagan Bobur 1514-yilda Samarqand va Movarounnahrni yana tark etishga majbur bo'ldi. U yana Qobulga qaytdi. Shu bilan Bobur uchun Samarqand orzusi deyarli butunlay yakunlandi. Qobulga qaytgach, Bobur muhim bir haqiqatni angladi. U o'zbeklar xafidan hanuz qo'rqardi. Ammo umr bo'yi bir yurtdan ikkinchi yurtga boshpana izlab yurish bilan buyuk maqsadlarga erishib bo'lmasdi. Sarguzashtni sevuvchi shahzoda endi bir joyda mustahkam ildiz otishi kerak edi. 1514-1519-yillar oralig'ida Bobur Afg'onistonda hokimiyatini mustahkamlash bilan shug'ullandi. Davlat boshqaruvini qayta tartibga soldi. Yangi qonunlar joriy etdi. Soliq tizimini isloh qildi. Qo'shinlarini kengaytirishga kirishdi. Bobur armiyasi hech qachon faqat bitta xalq yoki qabilaga tayanmagan. Unda turli elat va hududlardan kelgan jangchilar xizmat qilardi. Shoh Ismoilning Eron va Misrdagi yurishlaridan saboq olgan Bobur endi qo'shinini o'qotar qurollar bilan jihozlash zarurligini tushundi. Shu maqsadda u Istanbuldan porox ustalari va to'psozlarni Qobulga olib keldi. Shuningdek, Usmonlilarning to'plar bilan jang qilish usulini o'zbeklarning chaqqon otliq taktikasi bilan uyg'unlashtirib, o'ziga xos yangi armiya yaratdi. 1519-yilda Bobur tarixda ilk bor Indus daryosidan o'tib, Hindiston hududlariga qadam qo'ydi. Bu yer Bobur tug'ilib o'sgan Movarounnahrdan mutlaqo boshqa bir yer edi. Hatto bu yerning gullari ham Turkistondagidan butunlay boshqacha ochilar edi. Hindistonning bu g'aroyib dunyosi Boburni o'ziga rom etdi. Balki u uzoq yillardan beri izlayotgan haqiqiy yurt aynan shu yer edi. 1522-yilda Bobur uzoq vaqt ko'z tikib kelgan Qandahorni ham egalladi. G'alabani nishonlayotgan kunlarda Lahor hokimining huzuriga kelib, Shimoliy Hindistonda hukmronlik qilayotgan Lodilar sulolasiga qarshi yordam so'radi. Bu taklif Bobur hayotidagi eng buyuk burilishlardan birini boshlanishi edi. Bobur uzoq yillardan beri Hindistondagi vaziyatni kuzatib kelardi. U bobosi Amir Temur bir vaqtlar qadam bosgan bu o'lkalarda o'z sulolasining tarixiy haqqi bor deb
hisoblar edi. 1522-yildan so'ng u Hindiston shimoliga ketma-ket yurishlar uyushtira boshladi. 2 yil ichida Temuriylar Panjobga 3 marta bostirib kirdilar. 1524-yilda Bobur Haybar dovonidan va Indus daryosidan o'tib Lahorni egalladi. Ammo ko'p o'tmay o'zbeklar Balx tomon hujum boshlagani sababli u ortga qaytishga majbur bo'ldi. Natijada Lahor va uning atrofidagi hududlar yana qo'ldan chiqdi. Shu tariqa Hindistonni zabt etish rejasi yana bir muddat ortga surildi. Biroq Bobur bu niyatidan voz kechmadi. 1526-yilda u Shimoliy Hindistongacha 5 marta yurish qildi. Nihoyat masalani butunlay hal qilishga qaror qildi. Cheklangan imkoniyatlar bilan yig'ilgan atiga 12 ming kishilik qo'shin bilan Dehli sultoni Ibrohim Lodiga qarshi yurish boshladi. Sulton Ibrohim ham afg'on va hind jangchilaridan iborat ulkan qo'shini bilan dushmanni kutib olish uchun safarga chiqdi. Mashhur hind rojalaridan biri Vikramajit ham uning tomonida edi. Ikki qo'shin Dehlining shimolidagi Panipat tekisligida Yamuna daryosining chap sohilida yuzma-yuz keldi. Ko'ngillilar qo'shilgach, Bobur qo'shini 20 ming kishiga yaqinlashdi. Ibrohim Lodining qo'shini esa 70 mingdan ortiq jangchilardan iborat edi. Bundan tashqari Ibrohim Lodi qo'shinida o'nlab jangovar fillar ham bor edi. Kuchlar nisbati Bobur foydasiga ko'ra emasdi. Ammo u son jihatdan emas, harbiy mahorat va reja bilan g'alaba qozonishni mo'ljallagan edi. Bobur Panipat va daryo oralig'idagi qulay joyini egallab, qo'shinini 8 qismga ajratdi. O'ng va chap qanotlar oldiga chuqur xandaqlar qazdirdi. Markaz oldida esa arabalar zanjir bilan bir-biriga bog'lanib, mudofaa devori hosil qilindi. Bu to'siq ortida to'pchilar va miltiqchilar joylashtirildi. Maydon to'plari ham aynan shu yerga o'rnatildi. Bobur bu jang usulini Usmonli usuli deb atardi. Shu tariqa Shimoliy Hindiston tarixida ilk bor o'qotar qurollar hal qiluvchi rol o'ynashi kerak edi. Bobur afg'on va hind qo'shinlarini o'zbeklar kabi tartibli va tezkor harakat qila olmasligini taxmin qilardi. Uning taxmini to'g'ri chiqdi. Ibrohim Lodining qo'shini juda sekin va tartibsiz ravishda oldinga siljirdi. Raqibning o'ng qanoti kuchliroq ekanini payqagan Bobur zaxira kuchlarini chap qanotga ko'chirdi. So'ng qanotlardagi otliq kamonchilarga hujum boshlash uchun buyruq berdi. Pistirmada turgan otliqlar chaqmoqdek harakat qilib, dushman ortiga o'tib oldilar va o'q yog'dira boshladilar. Shu bilan birga Boburning o'ng va chap qanotlari ham oldinga tashlanib, dushmanga ikki tomondan zarba berdi. Jangning eng qizg'in pallalarida u markazdagi qo'shinni bir qismini ham o'ng qanotga yordamga yubordi. Lodi qo'shinidagi jangovar fillar oldinga siljiy boshlagan paytda Bobur hal qiluvchi buyruqni berdi. To'plar va miltiqlar bir vaqtda o't ochdi. Shimoliy Hindiston aholisi tarixda ilk bor bunday dahshatli portlash ovozlarini eshitayotgan edi. Butun jang maydoni tutun va olov ichida qoldi. To'plarning dahshatli gumburi va miltiqlarning otilgan o'qlari jang taqdirini bir zumda o'zgartirdi. Olov va shovqindan vahimaga tushgan fillar ortga qarab qochdi. Ular o'z yo'lidagi askarlarni bosib, Ibrohim Lodining safini butunlay izdan chiqardi. Sulton Ibrohim bir necha bor markazga yorib kirishga urindi, ammo arabalardan bunyod etilgan mudofaa chizig'ini yorib o'ta olmadi. Bu paytda Boburning qanotlaridagi otliq qo'shinlarning hujumi yanada kuchaytirildi. Lodining qo'shini ikki qanoti bir-biriga aralashib ketdi. Jang maydonida tartibsizlik hukm sura boshladi. Sulton Ibrohim Lodi va Raja Vikramajit jang maydonida o'zida halok bo'ldilar. Qo'mondonlardan ayrilgan qo'shin qisqa vaqt ichida butunlay tarqalib ketdi. Panipat jangida Temuriylar taxminan 6000 kishi yo'qotdi. Ammo jang va undan keyingi tartibsizliklarda qariyb 40 ming afg'on va hind jangchisi halok bo'ldi. Bu Bobur hayotidagi eng buyuk g'alaba edi. G'alabadan so'ng u hech qanday jiddiy qarshiliksiz Dehli va Agraga kirib bordi. Shu tariqa Hindistonda Lodilar hukmdorligi tugab, uning o'rnini Temuriylar hukmdorligi egalladi. Ammo Bobur oldida turgan sinovlar endi boshlanayotganini yaxshi bilardi. Hindiston tubsiz quduqqa o'xshardi. Bu yurtni egallashga kelganlarni o'ziga tortar, so'ng esa sinovlar girdobiga tashlardi. U yerda hokimiyatni saqlab qolish uni qo'lga kiritishdan ham mushkulroq edi. Ayniqsa juda kichik qo'shin bilan Hindistonga kirib kelgan Bobur uchun bu vazifa nihoyatda og'ir edi. Mahalliy hukmdorlar hali bo'ysunmagan edi. Turkistondan kelgan ko'plab askarlar esa o'z vatanlariga qaytishni istashardi. Go'yo Bobur erishgan ulkan g'alaba ortidan yangi va undan ham murakkab kurash boshlanayotgan edi. Buning ustiga Boburning yana bir muammosi bor edi. U Hindistonning issiq va nam iqlimiga mutlaqo o'rgana olmayotgan edi. Deyarli doim betob yurardi.
Shunday bo'lsa-da, u Hindistonni vaqtinchalik bosib olingan o'lka emas, balki o'z davlatining yangi markaziga aylantirishni qat'iy qaror qilgan edi. Bobur bu yurtda Amir Temurning avlodi bo'lishning o'zi yetarli emasligini anglab yetdi. Shu sababli u siyosatini o'zgartirdi. Endi u o'zini Hindistonni zabt etishga kelgan oddiy hukmdor emas, balki din yo'lida kurashayotgan g'ozi sifatida ko'rsata boshladi. Boburni navbatdagi yanada dahshatli jang kutayotgan edi. Rajasthanning eng qudratli hukmdorlaridan biri Rana Sanga dastlab Bobur ham bobosi Amir Temur singari Hindistonga faqat talon-taroj uchun kelgan deb o'ylagan edi. Ammo Bobur bu yerda butunlay qolish niyatida ekanligini anglagach, u zudlik bilan harakatga tushdi. Rana Sanga Rajastondagi deyarli barcha rojalarni bir bayroq ostida birlashtirdi. Bundan tashqari Panipat jangida omon qolgan Lodilar sulolasining yangi yetakchisi Mahmud Lodi ham uning ittifoqiga qo'shildi. Ko'p sonli ittifoqchi qo'shin Agra tomon harakatlanayotganini eshitgan Bobur sharqdagi yurishlarini to'xtatib, ularga qarshi yo'l oldi. 1527-yilda Kanva jangida ikki ulkan qo'shin to'qnashdi. Bu jang Bobur uchun Panipat jangidan ham muhimroq edi. Chunki aynan shu yerda Hindistonda Temuriylar davlati yashab qoladimi yoki butunlay yo'q bo'ladimi degan masala hal bo'lishi kerak edi. Quyoshning oltin nurlari Agra osmonini yoritayotgan mahal ikki qo'shin shiddat bilan to'qnashdi. Bobur keyinchalik bu jangni shunday tasvirlaydi. Jang kuni qon baliqlargacha yetdi. Chang esa oyga qadar ko'tarildi. Jang nihoyatda og'ir kechdi. Ammo yana bir bor Boburning zamonaviy o'q otar qurollari va puxta harbiy rejasi g'alabani ta'minladi. Rajputlar ittifoqi parchalanib ketdi. Bu jangdan so'ng Bobur o'z nomiga g'ozi unvonini qo'shdi. Shu bilan u Hindistonda endi vaqtinchalik bosqinchi emas, balki bu yurtning hukmdori ekanini barchaga namoyon etdi. G'alabadan keyin Bobur halok bo'lgan dushmanlarning bosh suyaklaridan minoralar qurdirib, bobosi Amir Temurning jangovar an'analarini davom ettirdi. Boburning qudrati tobora ortib borardi. U Rajastondagi yurishlardan so'ng Mahmud Lodi va afg'on beklarini ham butunlay tormor etishga qaror qildi. Mahmud Lodi Binhar tomon chekinib, u yerda yangi afg'on Pashtun ittifoqini tuzdi. Hatto Bengaliya sultoni Nusrat Shoh ham unga yordam bera boshladi. Bobur esa o'g'li Humoyun bilan birga sharqqa yurish boshladi. U Gang daryosidan o'tib Binhar hududiga kirdi. 1529-yilda G'ogra daryosi bo'yida Mahmud Lodi boshchiligidagi ittifoqchi qo'shin bilan hal qiluvchi jang bo'lib o'tdi. Bu safar ham g'alaba Bobur tomonida bo'ldi. Shundan so'ng Bengaliya sultoni bilan tinchlik shartnomasi tuzildi. Bu g'alaba Temuriylar hukmronligini Shimoliy Hindistonda mustahkam o'rnashganini butun mintaqaga namoyish etdi. Ammo Bobur bu g'alabadan uzoq bahramand bo'la olmadi. 1530-yilga kelib uning sog'lig'i keskin yomonlashdi. Hindistonning og'ir iqlimi ham uning zaiflashgan tanasini yanada holdan toydirdi. Farg'onaning go'zal bog'larida dunyoga kelgan bu buyuk sarkarda 1530-yil dekabr oyida Agrada vafot etdi. Bobur ortida ulkan, ammo hali mustahkamlanishga ulgurmagan bir imperiya qoldirdi. Bobur umrining katta qismini yo'qotgan yurtini izlab o'tkazdi. Ammo taqdir unga umid qilmagan joydan yangi bir saltanat bunyod etishni nasib etdi. Bugun esa uning nomi nafaqat Temuriylar sulolasining so'nggi buyuk hukmdori, balki Hindistonda 3 asrdan ortiq hukm surgan Boburiylar imperiyasining asoschisi sifatida tarix sahnalarida abadiy yashab kelmoqda. Shon, sharaf va buyuklik unga nasib etdi. Uni xotirlash va kelajak avlodlarga yetkazish esa bizning vazifamizdir.